2026 yilgi Chevrolet Epita bu zamonaviylik, qulaylik va kuchni o'zida mujassam etgan yangi avlod sedan avtomobilidir. Ushbu model Chevroletning uzoq yillik tajribasi va ilg'or texnologiyalarni birlashtirgan bo'lib, haydovchilar uchun mukammal tanlov bo'lishi shubhasiz. Avvalo, yangi Epitaning tashqi ko'rinishi juda jozibali. Uning aerodinamik shakli, keng radiator panjarasi, LED faralari va o'tkir chiziqli dizayni unga o'ziga xos jiddiylik bag'ishlaydi. 18 dyumli yengil qotishmali diskalar, orqa tomondagi sport uslubidagi chiroqlar va xrom detallar avtomobilga yanada premium tus beradi. Salon ichida esa yuqori darajadagi qulaylik va texnologiyalarni ko'rasiz. Keng joy, yumshoq charm o'rindiqlar, zamonaviy multimedia tizimi va 10 dyumli sensorli ekran haydovchiga to'liq qulaylik yaratadi. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan uyg'un ishlaydigan multimedia platformasi barcha kerakli funksiyalarni bir joyda jamlaydi. Texnik jihatdan ham Epita ancha kuchli. 2026 yilgi modelda 1.8 litrli turbo dvigatel va 6 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi o'rnatilgan. U 170 ot kuchiga ega bo'lib, tejamkorlik va kuchni bir vaqtda ta'minlaydi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 6.5 litr 100 km atrofida bo'lib, bu sinfidagi eng tejamkor variantlardan biridir. Xavfsizlik tizimlariga kelsak, yangi Epita ilg'or haydovchi yordamchi tizimlari bilan jihozlangan. Avtomatik tormozlash, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, adaptiv kruz nazorat va 360 kamera tizimi har bir safarni ishonchli qiladi. Narxi haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Epita o'z segmentida juda raqobatbardosh. Bazaviy versiyasi taxminan 28 AQSh dollardan boshlanadi. To'liq jihozlangan versiyasi esa 35 AQSh dollargacha yetadi. Yangi Chevrolet Epita bu nafis dizayn, zamonaviy texnologiyalar va ishonchlilikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan avtomobil. U har bir haydovchiga nafaqat qulaylik, balki haydash zavqini ham taqdim etadi. Videoni to'liq ko'rib chiqing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.